26-kuni biologiyadan milliy sertifikat kuni e'lon qilindi. Xo'p, mana shu kuni e'lon qilinishidan maqsad nima? Men o'z fikrlarimni aytib o'taman. Biologiyadan milliy sertifikat oldinroqqa ko'chirilishidan maqsad, demak, milliy sertifikat imtihonlarining sonini oshirish, bu birinchisi. Ikkinchisi, biologiyadan bir necha yildan beri ko'rib kelyapmiz. 2017-yilda chiqqan biologiya, botanika va zoologiya kitoblari hozirgi kunda ham amalga edi va yangi chiqqan kitoblarimiz hali undan tez tushmadi. Tushgan bo'lsa ham ular eski kitoblar chiqarib tashlanmaganligi uchun hali tez ba'zilar o'sha eski kitoblardan tuzilganligi uchun noyabrga qoldirmasdan ertaroq biologiyadan o'tkazib olib va yana yildagi imtihonlarni yangi baza asosida, yangi texnologiyalar asosida va yangi baholash asosida amalga oshirishlarini mumkin. Shuning uchun mana shu qaror kelingan bo'lishi mumkin. Demak, bu degani nima degani? Hozirgi kiradigan imtihoningiz rashk modeli asosida baholanadi va oldingi eski kitoblardan tushadi, aniq bu, va o'zgarishsiz qoladi. 40 ta birinchi bosqich va 3 ta yozmish ikkinchi bosqich holatda qoladi. Hech qanaqa narsa o'zgarmaydi. Katta ehtimol bilan o'zgarishlar 2027-yildagi birinchi imtihonda amalga oshadi. Ya'ni nimalar o'zgaradi biologiyada? Birinchi o'zgaradigan narsa bu eski kitoblar chiqarib tashlanadi. Botanika va 7-sinf zoologiya chiqarib tashlanadi. Xo'p, ikkinchi o'zgarish nima bo'ladi? Baholash tizimidan katta ehtimol bilan rashk modeli yo'qolishi mumkin yoki rashk modeli guruh asosida emas, balki smena asosida amalga oshirilishi mumkin. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, yana nima o'zgarishlar bo'ladi? Test baza almashadi. Ya'niki davlat test markazi ikkita katta kitob chiqib ketish natijasida testlar batamom o'zgaradi. Ya'niki mana hozir ko'rayotgan testlarimiz umuman o'zgaradi. Endi botanikadan 7-sinfdan tushadigan testlar asosan 10-11-sinfdan testlar tushadi va masalalar ko'payadi va qiyinlashtiriladi. Chunki nazariy savol asosan baribir hayvonlar va o'simliklardan olingan, lekin o'simliklar va hayvonlar kamaygani hisobiga va chiqarib tashlanganligini hisobiga endi ko'proq savollar asosan 10-11-sinf kitobdan olinadi. Katta ehtimol bilan bu birinchisi. Ikkinchisi, testlarda masalalar ko'paytiriladi va qiyinlashtiriladi. Sertifikat olish qiyinlashadi yana yildan. Shuning uchun hop, tayyor insonlar tezroq bu yil mana shu sertifikat topshirishni tavsiya qilaman. Tayyor bo'lmaganlar sizni qattiqroq tayyorlanishingizni tavsiya qilaman. Keyingi yil bundan ham qiyinroq bo'ladi imtihon. Mana shunday yangiliklarni bilishni xohlasangiz, bizni kanalimizga obuna bo'ling.